mustahabbu zabhuha bin nahari dunal layli. Mustahab bo'lgan amal, mustahab bo'lgan vaqt. Mustahab bo'lgan vaqt kunduzimi yoki kechasimi? Mustahab bo'lgan vaqt kunduzi qurbonlik qilishdir, kechasi emas. Lekin kechasi qurbonlik qilsa, qurbonligi joiz bo'ladimi yo'qmi? Mutaqaddim ulamolarimizning kitoblarida makruh deyilgan. Nega? Sababi bitta narsa, agar kechasi qurbonlik qiladigan bo'lsa, qorong'i bo'lgani sababli, bugungi kunimizdagi yorug'lik, chiroq, svet bo'lmagani sababli inson adashib boshqaning hayvonini so'yib qo'yishi mumkin. Boshqaning hayvonini qurbonlik qilib qo'yishi mumkin. Shu narsadan qochish uchun yoki qurbonlik qilayotganda to'g'ri tarzda so'ya olmasligi yoki shunga o'xshagan qurbonlik qilishda kamchilikka yo'l qo'yishi mumkin. Mana shundan saqlanish uchun ulamolarimiz kechasi qurbonlik qilishni makruh deyishgan. Lekin bugungi kunimizda bundoq holat yo'q. Ya'ni chiroqlar bilan xuddi kunduzi qurbonlik qilgandek qurbonlik qilsa bo'laveradi. Shu sababdan kechasi qurbonlik qilsa hech qanaqangi makruh joyi yo'q, hech qanaqangi karohiyat bo'lmaydi. Li'annahu amkanu listifa'il uruqi. Yana illatni bayon qilishibdi. Kunduzi so'yishlik, kunduzi qurbonlik hayvonni so'yish, u qurbonlik hayvonning tomirlarini haqqini ado qilib, tomirlarini yaxshilab so'yishga ko'proq imkon bordir. Shu sababdan mustahab deyishyapti. Agar kechasi qurbonlikni so'yadigan bo'lsa, qurbonlik bo'laveradi. Ma'al karohati, makruhiyat, ya'ni makruh bo'lgan holda karohiyat bilan birga deyishgan. Bu mutaqaddim ulamolarimizning o'zlarining zamonlariga tegishli masala edi. Aziz birodarlar, shu yerda bir narsani bilib qo'yaylik. Zamonlar va makonlarning o'zgarishi bilan fatvolar ham o'zgaradi. Zamonlar va makonlarning o'zgarishi bilan fatvolarning o'zgarishi rad qilib bo'linmaydi. Shunga ko'ra, ba'zi masalalar qadimda joiz bo'lmagan bo'lsa, keyinchalik ulamolarimiz joiz deyishgan yoki buning teskarisi ham bo'lishi mumkin. Shu sababdan eng to'g'ri yo'l, eng salomat yo'l zamonimizning ulamolarining fatvolariga amal qilishdir. Qilganda ham 10 ta, 20 ta, 30 ta ulamolarning aksari yoki hammasi bir narsa aytib turganda, boshqa bir kishi dalili undoq, dalili bundoq, oyatdan yoki hadisdan dalil isnod qilib turib, dalil isbot qilib turib, hammaga teskari gap gapiradigan bo'lsa, bu kishining emas, mana ko'pchilikning hukmiga, ko'pchilikning fatvosiga amal qilinadi. Chunki bu kishi oyatni, hadisni dalil qilib ko'rsatgani bilan u inson oyatga, hadisga emas, balki o'zining tushunchasiga sizni chaqirmoqda. Men shu oyatdan shuni tushundim. Men shu hadisdan shuni tushundim, shunga amal qilaylik, deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yadullohi alal jamoa deganlar. Ya'ni jamoatni lozim tutishga buyurganlar. Jamoatni lozim tutish haqida juda ham ko'p fatvolar, juda ham ko'p hadislar, rivoyatlar va ulamolarimizning fatvolari bor. Shu sababdan siz bir kishining yoki ikki kishining so'ziga emas, jumhurning, aksar ulamolarimizning so'ziga amal qilsangiz, diningizda, diyonatingizda salomatlik bo'ladi inshaalloh taala. Qurbonligim tolibi ilm uchun. Siz bir dona qurbon hissangizni ehson qilasiz. Biz esa uni qanchadan qancha toliba ilmlarga yetkazamiz. Talabalar, qorilar, yosh olimlar doimo haqqingizda duodadirlar. Siz yuborasiz, ular esa jimgina duo qiladilar. Ya Robbim, ushbu ehson egasini mag'firat aylagin, jannating bilan mukofotlagin, farzandlarini qori qilgin.